Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugun men sizlarga 4077 kodlik yangi badimiz K20 kapsulasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xo'sh, K20 kapsulasini tarkibida nimalar bor, kimlarga tavsiya qilsak bo'ladi va qo'llash usuli qanday ekanligini aytib o'taman. O'zingizni onkologiya kasalliklaridan himoya qilish uchun yokida onkologiya bilan og'rigan bemorlarga avvallari 3-4 ta badlarni etapma-etap tavsiya qilar edik. Bulardan birinchi etabiga zaytun, grip reishi, qora sedana, ikkinchi etabiga esa kurkumin Z, propolislarni tavsiya qilar edik. Hozirgi kunda ko'rib turganingiz K20 kapsula shaklidagi badimizni tarkibida yuqorida aytib o'tilgan qora sedana, piperinni o'z ichiga olgan kurkumin Z va propolisdan tarkib topgan mo'jizaviy kuchli formulaga ega kapsulamiz K20 kapsulasidir. Endilikda siz 3-4 badni emas, faqatgina 3 badni o'z ichiga olgan va kuchli formulaga ega bo'lgan K20 kapsulasini iste'mol qilsangiz, siz sog'lom organizmga ega bo'lasiz va siz kun davomida o'zingizni energiyaga to'lib, tetik his qilasiz. Ayniqsa, immunitet darajangizni a'lo darajada ko'tarib beradi. K20 kapsulasini kimlarga tavsiya qilsak bo'ladi degan savolga javob aytib o'taman. O'zini onkologiya kasalliklaridan qarshi himoya qiluvchilar uchun va ko'krak saratoni, oshqozon saratoni, yo'g'on ichak saratoni, o'pka saratonlaridan og'rigan bemorlarni barchasiga tavsiya qilsak bo'ladi. Onkologiya bilan og'rigan bemorlar ximiyoterapiya, radioterapiya organizmida onkologiyani vaqtinchalik bloklab qo'yadi va bu dard yillar davomida sizni yana bezovta qilishni boshlaydi. K20 kapsulasini 1 yil davomida ichib yursangiz, sizni organizmingizdagi rak deb nomlangan hujayralarni butunlay yo'q qiladi. Va qo'llash usuli qanday degan savolga javob berib o'taman. 11 yoshdan kattalar uchun kuniga 1 yoki 2 kapsula ko'p miqdorda suv bilan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Homilador, emizikli ayollar va ari sutiga allergiyasi borlarga mumkin emas. Tarkibida nimalar bor va miqdorlari qancha? Tarkibida kunlik 2 kapsulasida qora sedana 1378 mg, propolis 200 mg, kurkumin Z 209 mg, piperin esa 1.9 mg dir. Bu mo'jizaviy kapsulani ishlab chiqarib bizlarga yetkazib berayotgan Ersah korporatsiyasiga katta tashakkurlarimizni aytamiz va iste'mol qilganlarni barchasiga Allohning izni bilan shifo bo'lishini tilab qolamiz.